ساتوی پسرو وینو داد شهیدانو کور داد باتورانو کور داد باتورانو کور داد باتورانو کور داد باتورانو کور ساتوی پسرو وینو داد شهیدانو کور داد باتورانو کور داد باتورانو کور. افغانستان ملی تلویزیون و ملی نیوز کروچلاره السلام علیکم و رحمت الله برکات. بگون پنجشنبه هجری قیاش برنتورز 5 15 asad miladi 2026 avgust bugünçe saat 9 Özbeki yangiliklarga xush kelibsizlar. Men Zangla Fidavi. Islom Amirlik Afg'onistonning iqtisodiy va xavfsizlik holi yaxshilanib, yanada mustahkamlanayotganini ma'lum qildi. Islom Amirlik matbuot kotibi Mavlaviy Zabihulloh Mujohidning aytishicha, Afg'oniston so'nggi 5 yil davomida ko'plab ma'murlarga duch kelgan. Bu ishda shu davra ichida ko'plab yirik va kichik loyihalarni amalga oshirdi. Ularning ko'pinchasi hozir foydalanishga topshirish arafasidadir. Uning so'zlariga ko'ra, shu muddat jarayonida muhojirlar, mo'tod kishilar, shahidlar oilalari, nogironlar hamda turli tabiiy ofatlardan zarar ko'rganlarga yordam ko'rsatildi va ularga zaruriy xizmatlar yetkazildi. یو منظم امنیتي ځواک لرو چې ټول افغانستان کنټرولوي په یو قومنده کې ده. بېلابېلې ډلې ټپلې نه دي، بېلابېل ګرایشونه نه دي، بېلابېل جهتونه نه دي چې یو د بل په ضد باندې سنګر ونیسي، یو د بل له مخالفت وکړي، بغاوت ته خبره لاړه شي، ګډوډۍ ته لاړه شي، غلا او شوک او لوټمار ته خبره لاړه شي. داسې نه دي. افغانستان خلک ټول متحد دي، د یو نظام تر چتر لاندې د یو امنیتي ځواکونو تر امنیتي پوښ لاندې خدمت کوي، کار کوي او په مخ روان. هغه لوی پروژې په افغانستان کې خلکو ډېر کلونه انتظار ورته کړی و، هغه پیل شوي دي. لکه په دې کې د قشتېپې کانال صاحب یو ښه خیال و، اسلامي امارت عمل ته راوست او نږدې داسې تکمیلېږي. همداراز د ټاپي پروژه یو ډېره اوږدمهاله او مهمه پروژه وه. د افغانستان اسلامي امارت مټې ورته رابډولې چې اوس تقریبا لږ پاته ده چې د هرات پورې ورسېږي او د افغانستان یوه برخه ته د عملاً ګاز راپیل شي وشروع شي. د اوسپنې پټلۍ له څو جهتونو نه کار پرې روان ده. د ایران د لارې، خواف د لارې نه هرات میدان هوایي ته رارسېږي، په نږدې حد کې ده. اسلامي امارت توانېدلی شي د بېوزلو او ډېرو اشدو اړمنو خلکو سره همکاري او کومک جاري وساتي. د دې تر څنګ چې د حکومت 1,40,000 مامورینو ته هره میاشت معاش رسېدلی. په د 5 کلونو کې موږ تر 6 لکو پورې یتیمان او کونډې او معیوبین لرو چې هغو ته هم په ماهوار شکل باندې حق و زامه ورکړل شوی دی. همداراز د سوالګر راټول شوو ښارونو نه چې تقریبا تعداد یې له 15-16 نه اوړي، د هغو دپاره دغسې اعانه او همکاري مقرره شوه. معتادین راټول شو، د هغو دپاره د معالجې سیستم برابر شو، علاج شول، بېرته عادي ژوند ته راوګرځېدل. امر بالمعروف نهی عن المنکر و şikayetlerin tinlash vaziri Şeyh Muhammed Khalid Hanafi muhtasiblar uchun o'tkazilgan bir kunlik seminarda aytishicha, olimlar aholining islomiy shariat buyruqlari va navohiylardan xabardor qilishga mukallaf ekanini aytgan. Hanafi janoblarining aytishicha, amri bil ma'ruf va nahy anil munkar qonunda muhtasiblarga kerakli salohiyatlar berilib va ular o'z mas'uliyatlarini bu qonunga mos bajarishlari kerak. U shuningdek, muhtasiblar tomonidan mas'uliyatlarning yaxshi shaklda bajarilishi va itoat qilishga ta'kidlagan. Herat hokimi Shayx Mavlono Islomjor Afg'onistondagi Eron elchisi o'rinbosari Said Hasan Murtazaviy bilan uchrashuvda vatandoshlarga viza sodir qilishga qulay yaratilishi va Islom Qal'a bandari orqali savdogarlik olish-berish ko'payishini talab qildi. Herat viloyat matbuot daftarining aytishicha, shuningdek, Herat hokimi Dug'orin va Islom Qal'a chegaralarida bo'lgan transportning qiyinchiliklari hal etilishini so'radi. Eron elchisi o'rinbosari viza sodir qilishga qulayliklar ijod etilishi va ikki mamlakataro savdogarlik hamda tranzitiy qiyinchiliklari hal etilishi uchun sa'y va harakat qilinishidan ishonch bergan. Paktika viloyati amniya qo'mondoni Qori Aminullo Tayyib ushbu viloyatda amniyat butunlay ta'minligidan ishonch berib aytishicha, xavfsizlik kuchlarining sa'y va harakatlari bilan jinoiy jurmlar mezoni boshqa har bir zamondan ko'ra bu viloyatda ko'zga ko'rinarli darajada ozaygan. Shunday bir holda mazkur viloyat yashovchilari mavjud amniyatdan xursandlik bildirib, aytishlaricha butun ishonch bilan tinch fazoda o'z hayotlarini davom beradi.
Paktika viloyati amniya qo'mondonligi qori Aminullo Tayyib Millionews bilan o'tkazgan so'zlashuvda ushbu viloyatda amniyat butun ta'minligidan ishonch berib, xavfsizlik va mudofaa kuchlari aholi amniyati ta'min qilishi uchun kecha va kunduz demay talosh qilishlarini ma'lum qildi. همه مجاهدین شب و روز در خدمت مردم است. با خاطر تأمین امنیت خوبتر و بهترتر ما در تلاش هستیم که در 24 ولسوالی ولایت پکتیکا امنیت خوب برقرار شود و مردم در اینجا خوب زندگی بکنه. Tayyib janoblari aholi amniyati ta'min qilishini birinchi ishlardan unvon qilib va bu to'g'rida aholi hamkorliklaridan qadrdonlik bildiradi. Uni qo'shimcha qilishicha, amniyat ta'min qilishi uchun xavfsizlik, kashfiy va difoiy nihodlari o'rtasida uyg'onliklar mavjuddir. گراف جنایی الحمدلله در ولایت پکتیکا از گذشته ها کم شده، جلوش گرفته شده. ما افرادی و اشخاصی که در اینجا امنیت را اخلال میکردن نها را گرفتار کردیم، در پنجه قانون سپردیم. Paktika viloyati yashovchilari ushbu viloyatdagi mavjud amniyatdan xursandlik bildirib va kundalik butun faoliyatlarini hech qanday xavf bilan tinch fazoda bajarishlarini aytadilar. Alhamdulillah 100% امنیت ده او هیڅ مشکل تشویش نشته. ټول ولسونه د امنیت په فضا کې ژوند کوي او کومه داسې یو سیاسي پیښه نه ده ثبت شوې. هیڅ مشکل هم نشته. ټول ولسونه خپل کاربار کوي. جرمونو همدارنګه د نورو پیښو مخنیوي شوی دی او کومه پیښه چې هر وخت رامنځته کیږي امنیتي ځواکونه په وخت سره ځان رسوي او د امنیتي ځواکونو سره د غوښتنه هم دغه ده چې امنیتي ځواکونو سره خلک ودرېږي اوږه په اوږه او هر وخت چې کوم مشکل پیښیږي نو باید امنیتي ځواکونه په جریان کې واچوي تر څو امنیتي ځواکونه د پیښې ځای ته په وخت سره رسیدګي وکړي. الحمدلله ډېر امنیت دی. اسلامي امارت نه 100% راضي یو په ډلبازۍ نشته. یعنی هغه مخکې چې کوم جنایي جرمونه اوس هغه ختم شوي دي. نو شکر الحمدلله اسلامي نظام چې حاکم دی. Mamlakat junub sharqida joylashgan Paktika viloyati Boshkentdan 260 kilometr uzoqlik hududida mavqeati bo'lib, Islom Amirligi hokimiyati bilan boshqa ayrim viloyatlar kabi amniyat butunlay ta'min bo'lgandir. Atrof muhitni saqlash idorasining umr raisi Mavlaviy Matiul Haq Xolis Kobuldagi Ozarbayjon elchisi bilan atrof muhitni saqlash, mintaqaviy hamkorliklar kuchlantirishi, tajribalar almashtirilishi va xalqaro yig'inlarda Afg'oniston qatnashishi haqida so'zlashdi. Bu uchrashuvda Xolis janoblari Ozarbayjondan Turkiyada o'tkazilishi rejalashtirilayotgan iqlim o'zgarishlari bo'yicha xalqaro konferensi COP31 da Afg'oniston rasmiy qatnashish zaminasi yaratishni so'radi. Ozarbayjon elchisi ikki mamlakataro aloqalarini do'stona hamda barqaror e'lon qilib va eslangan takliflarni kuzatishi uchun sa'y va harakat qilinishidan ishonch berdi. Imoratiy shirkatlar bo'yicha umum riyosati Chindan Afg'onistonga elektronik jihozlar keltirishi jarayoni boshlanishidan xabar bergan. Mazkur shirkat e'lom asosida Chin ishlab chiqarish fabrikalarining fanniy tekshirishi va ulardan bir qatorlari bilan shartnomalar imzolanishi bilan jihozlari ishlab chiqarishi va yuklanishi boshlangan. Ushbu shirkatning qo'shimcha qilishicha, birinchi bosqichda barq tarqatish shabakalari bo'yicha jihozlar va insulinlar shomil chammasi 27 konteyner Afg'onistonga yuborilishi mumkin. Kobul shahrining baladasi ehtikorning oldinish va asosiy mahsulotlari narxlarini nazorat qilish komissiyasi Kobul shahrida gaz, tel va neftning yangi narxlarini e'lon qildi. Ushbu narxnomaga ko'ra 80.92 afg'on har 1 litr petrol, 67 afg'on moyi gaz va har 1 litr dizel 75 afg'oni tayin etilgandir. Narxnoma e'lon qilingan narxlar majbur ekanini ta'kidlagan ushbu narxnomaga taxalluf qilgan shaxslar bilan qonuniy choralar ko'rilishi mumkin degan. Muhojirlar va avdot qiluvchilar ishlari bo'yicha vazirlikning aytishicha, o'tgan hafta jarayonida 325 afg'on muhojir Pokiston qamoqxonalaridan ozod bo'lib, mamlakatga qaytib kelganlar. Mazkur vazirlikka ko'ra, bu kishilar oilalar, bolalar va bo'ydoq yigitlardan iborat bo'lib, Pokistonda turli dalillar bilan qo'lga olingan ekan. Demak, ulardan 156 kishisi Nangarhor viloyati To'rxam bandari orqali va 169 kishi esa Qandahor viloyati Ispinboldagi yo'llari orqali Afg'oniston kelganlar.
aziz va qadrli muxlislar, o'zbeki yangiliklarimiz mana shundan iborat. Ina uchashguncha har bir langzo'rliq tingri Taolaga topshiraman. Yaxshi kecha. ساتوی پسرو وینو داد شهیدانو کور داد باتورانو کور داد باتورانو کور داد باتورانو کور داد باتورانو کور ساتوی پسرو وینو داد شهیدانو کور داد باتورانو